Maktabda hozirda 12 ta musiqa va san'at yo'nalishlari bo'yicha boshlang'ich professional ta'lim beriladi. Musiqa yo'nalishi bo'yicha fortepiano, damli va zarbli cholg'ular, xalq cholg'ulari, akademik xonandalik, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, an'anaviy xonandalik, estrada xonandaligi, baxshichilik. San'at yo'nalishi bo'yicha xoreografiya, tasviriy san'at, amaliy san'at, teatr san'ati shular jumlasidandir. Dars mashg'ulotlari davlat talablari asosida zamonaviy musiqa asboblari va texnologiyalardan foydalangan holda amaliy va nazariy professional tarzda malakali pedagoglar tomonidan olib boriladi. Maktabimizda faoliyat olib borayotgan yo'nalishlar bilan tanishing. Fortepiano, damli va zarbli cholg'ular yo'nalishi, trombon sinfi, xalq cholg'ulari yo'nalishi, Qashqar rubob sinfi, nay sinfi, akademik xonandalik yo'nalishi, an'anaviy cholg'ular ijrochiligi yo'nalishi, doira sinfi, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, dutor sinfi, an'anaviy cholg'u ijrochiligi, g'ijjak sinfi, an'anaviy xonandalik yo'nalishi, estrada xonandaligi, baxshichilik yo'nalishi, xoreografiya yo'nalishi, tasviriy san'at yo'nalishi, amaliy san'at yo'nalishi, teatr san'ati yo'nalishi shular jumlasidandir. Barcha tumanimiz ahli yoshlarini o'qishga taklif etamiz. Maktabimizda faoliyat olib borayotgan ijodiy jamoalar bilan tanishing. Durdona bolalar havaskorlik folklor etnografik jamoasi, Saraxbor an'anaviy xonandalar ansambli, Joziba raqs ansambli, Mitti yulduzchalar bolalar xor jamoasi. Maktab bitiruvchi o'quvchilari bolalar musiqa va san'at maktabini tamomlagan bitiruvchilarga guvohnoma beriladi va o'qituvchilari tomonidan keyingi ta'lim ixtisoslashtirilgan san'at maktablariga yo'naltiriladi. Bizni quyidagi ijtimoiy tarmoqlar manzillari orqali kuzatib boring. E'tiboringiz uchun rahmat.